Jennerson uxlashga qo'yishadimi, yo'qmi? Ha. Barcha obunachilarga salom, qolganlarga esa mening ismim Derpman. Xo'sh, jitellar nima bo'ldi? Bizga hujum qilishdi. Kim qachon hujum qildi yana? Bilmasam, qanaqadir niqoblangan odamlar. Hozir qayerda ular? Mana shu tarafda qara. Jennerson, jitelga nima bo'ldi? Mana shuni urib tashlashdi. Qani? Qayerda ular? Kambag'al jitellar yashaydigan joyda. Bo'ldi, tushundim. Hozir nima bo'layotganini bilishga harakat qilaman. Jennerson, do'stlar, nima bo'lyapti? Ertalabdan mudhish yangiliklar. Xo'sh, ana do'stlar, buni qaranglar, chodirlar qo'yib olishgan. Do'stlar, bu yerda qanaqadir yigitlar, buni rostdan ham niqoblangan. Ajoyib. Lekin ular dushmanmikin bizga? Axir jitelni urib tashlashdi. Hoy, qayoqqa? Gaplashmoqchiman, Jennerson. Iltimos, faqat otib qo'ymang meni. Yomon niyatim yo'q. Unda bu yerdan ket. Xo'p, ketaman, lekin bizni jitel nima ko'rdingiz? Urgim keldi, urdim, nima deysan? Yo'q, hech nima demoqchi emasman. Shunchaki sababini so'rayapman. Yo'qol bu yerdan. Demak, tinchlik bilan hal qilmaysiz, Bilasanmi, biz seni otib tashlashimiz mumkin. Qurollanganmiz, o'zing aytgandek. Qurollangansizlar, ammo menimcha bu o'zidan o'zi jitellarni urish bu yoqqa qishloqqa kelib. Undan tashqari men ham qurollanganman. Biz ko'proqmiz. Agar men bitta aytsam, seni ilma-teshik qilib tashlashadi. Demak, tinchlik bilan hal qilmaymiz, Tinchlikmi? Bu yerdan tuyog'ingni shiqillat. Tushunarli. Bo'pti. Mayli, men hal qaytaman. Bo'la qol. Do'stlar, menimcha bular bilan menimcha 100% do'stlar, bular umuman tinchlik bilan hal qilishga tayyor emaslar. Otib tashlashim mumkin, lekin rostdan ham ular juda ham ko'p. Agar men bitta o'q utsam, ular meni rostdan ham ilma-teshik qilib tashlashadi. Do'stlar, jitellar xullas hech narsa qila olmadim. Nima? Axir ular bizni ovqatimizni, nonimizni ham olishgan. Nima? Shuni nimaga aytmaysan? Endi nima yeymiz? Bilmasam, nima yeysak bizni agar ularni O'ldirsam. To'g'ri, agar o'ldirsam hammasini olishimiz mumkin bo'ladi. Sizlar nima qilasizlar? Biz seni kutamiz. Har doimdek hech narsa qilmaysizlar. Haydi shunaqaroq. Bo'pti. Mayli, biror nima o'ylab topishga harakat qilaman. Rahmat senga. Arzmaydi. Do'stlar, bilasizlarmi, bizda avtomat bor. Chunki avvalgi qismlarda kim ko'rgan bo'lsa, biladiki, mana bu yerga yashirib qo'yganman. Undan tashqari menda yana gaz niqob ham bor. Do'stlar, uni ham taqib olish mumkin bo'ladi. O'qdan himoya qilishga, agar boshimga otmoqchi bo'lishsa, meni himoya qilib qoladi degan umiddaman. Chunki shunchaki gaz niqobdek ko'rinsa ham, u zirhlangan. Hozir sizlarga ko'rsataman. Mana do'stlar, ko'rdingizmi? Hamma yoqni yopadi va bu juda ham qattiq narsa. Undan tashqari do'stlar, buni qaranglar, menda 7 dona temir bor va undan o'zimga biror nima yaslab olishim. Undan tashqari dinamit ham bor, ammo unga zajgalka yoki ognivoy yo'q, afsuski. Do'stlar, bir donagina temir yetmayapti. Unda mayli, ishton kiyib olaman hozir do'stlar. Mana bo'ldi. Ana, hech bo'lmasa yo'qdan ko'ra shu yaxshi. Do'stlar, endi esa sekin-asta stop, bilasizlarmi? Menda yana nima bor? Boshqa hech narsa yo'q ekan. Okey. Yaxshisi o'qni tekshirib olish kerak. O'qlangan, ajoyib do'stlar. Jitellar, men ketdim. Omad. Xo'sh, hozir do'stlar biz hujumga o'tamiz, lekin bilasizlarmi? Mana bu dinamit bilan qo'rqitish mumkinki, lekin uni yoqish uchun kimlar do'stlar jitellardan so'raymiz. Hoy, jitel, senda gugurti yo'qmi? Yo'q. Afsus, dinamitni yoqishga kerak edi ularni qo'rqitish uchun. Qishloqni portlatasanmi? Yo'q. Qishloqni nima qilaman portlatib, Jennerson do'stlar. Yaxshisi bilasizlarmi? Do'stimning do'konini tekshirib ko'rish kerak. Albatta, u hozir bu yerda yo'q, odobsizlik bo'ladi o'zimizdan o'zimiz kirsak, lekin ko'rib turganingizdek, u yerda qanaqadir qutilar qolgan va ularning ichida topishimiz mumkin biror nima. Ayniqsa, men bir gapni eslab qolganman, u keraksiz narsalarni yoqib yuboraman degan edi. Bundan kelib chiqadiki, u bu yerga qoldirib ketgan bo'lishi mumkin, gugurt yoki ognivani. Hozir ko'ramiz do'stlar. Yaxshi, bularni terib olamiz, chunki yana qaytarib yopib qo'yish uchun. Xo'sh do'stlar, hozir qutilarni ochamiz. Do'stlar, sizlarga aytgandim-ku, mana bu yerda xo'sh. Do'stlar, bolta ham turibdi. Aynan ana shu boltalar bilan derazalar uchun mana bu yog'ochlarni chopgan. Bu yer esa bu yer bo'sh, faqat o'rgimchak to'rlari. Buni qaranglar. Menimcha bu aynan o'sha onalarni olib ketadigan o'rgimchak bo'lsa kerak, yana kim biladi.
Bo'ldi do'stlar, hozir bu yerni tinchgina yopib qo'yamiz. Bo'ldi, do'stim kelganda hammasini tushuntirib beraman. Hozir esa balki shu videoni ko'rayotganlar do'stlar, agar bu videoni ko'rayotgan bo'lsang, senga salom Rezil do'stim. Tashlab ketganing bizni yomon bo'ldi. Hozir esa ularning oldiga boramiz. Hoy! Ey, yaqinlashma, kimsan? Men boyagi odamman. Masxarabozga o'xshab kiyinib olibsan. Lekin mana shu masxarabozcha kiyimim sizlarning o'qlaringizni ushlab qola oladi. Sen kimsan o'zi? Aynan shu qishloqni yashaydigan oddiy odamman va menda dinamit bor. Senlarni portlatib yuboraman. Yetib kela olmaysan yoki otib tashlayman. O'lgurmaysan. Bitta buyruq bersam bo'ldi. Bu yerdan yo'qol. 1 2 bo'ldi. Tushundim, ketyapman. Do'stlar. O haq. Jinursin nima qilsam bo'ladi? Hech narsa qila olmayman. Birdaniga meni otib tashlashadi, lekin bilasizlarmi? Avvalgi qismlarni birida aynan o'sha do'konchi do'stimga bir gapni aytgandim. Va o'sha gapim, nima ham derdim, bu sening tanloving, lekin men bu yerda qolaman. Axir qishloqni kimdir himoya qilish kerak-ku. To'g'ri aytasan. Unda senga omad. Rahmat, lekin. Ha do'stlar, bu qishloqni himoyachisi menman va o'zimizniklarni xafa qildirib qo'ymayman. Xonrezlik vaqti bo'ldi. Hozir sizlar uchun masxarabozlik otamiz bo'ladi. Mana qishloqlarga hujum qilib shunchaki qutilib ketmoqchimi deylar? Bo'ldi. Do'stlar, juda ham, lekin men uchun ham issiq bo'ldi. Do'stlar, menimcha menga o'q ham tegdi, lekin temirli ishton meni qutqarib qoldi do'stlar. Bo'ldi. G'alaba o'qlari bu. Ana endi qayta o'qlaymiz, chunki oxirgi o'qlarni qo'yib yubordik osmonga. Bo'ldi do'stlar. Bu yerlar bo'sh. Bu yerda esa qutilar bor do'stlar. Xo'sh, bu yerda nima bor ekan? Do'stlar, gaz kaliti, quvur, telefon, ajoyib, bolta va bronyejiletlar, ajoyib do'stlar. Yana 3 ta ekan. Zo'r, gap yo'q, bularning hammasini taqib olamiz. Do'stlar, ana endi 100% dek himoya bo'ldi menga. Ajoyib. Undan tashqari bizga mana do'stlar, jitil aytgan ovqatlar. Ajoyib. Xo'sh, bu yerda non va go'sht ekan. Ajoyib. Hammasini olamiz mana. 64 ta non va go'sht hammasini yig'ib olamiz va o'zimizga o'tkazishimiz kerak. Mana bu esa bu yoqqa. Bo'ldi do'stlar. Ajoyib. Bu yerda esa verstak va pechka. Har doimgidek hammada bo'lishi kerak. Tovuq do'stlar, ajoyib. Bu yoqqa. Buni esa bu yoqqa olamiz. Bo'ldi. Gulxanga tegmay qo'ya qolaman. Jetilar o'zlari hammasini yig'ishtirib olishadi. Do'stlar, lekin men juda ham hayajonlandim, chunki ular rostdan ko'p edi va meni osib tashlashlari mumkin edi. Ammo omadim keldi va ishton meni qutqarib qoldi. Buni qaranglar, ishtonga o'q tekkan. Undan tashqari sizlarga ham katta rahmat. Sizlar qo'llab turmasangiz men o'zim bu ishlarni qila olmagan bo'lardim. Jetilar, nima bo'ldi? Biz hammasini epladik. Obunachilarim va men ularni yo'q qilib tashladik. Ajoyib. Undan tashqari mana hozir kiyimlarni yechib qo'yaman. Ana endi tanidim. Nima? Yo'q, hazil. Okey, mana bularni olishing mumkin. Bular esa meniki. Go'shtni olib qolaver. Yo'q, menga ham go'sht. Katta rahmat, Jetil. Bu bizga yordam berganing uchun. Bo'pti. Zo'r do'stlar. Ajoyib, Jetillarga yordam berdik. Ovqat oldik va iflos banditlarni bu yerdan haydab yubordik. Ana endi ular hech qachon qishloqlarga hujum qila olishmaydi. Bunga sizlarning ham hissangiz katta, chunki sizlarsiz men bir o'zim eplay olmasdim. Shunchaki bilmasam nima desam ekan. Sizlarga ham katta rahmat, Jetillar, sizlardan ham minnatdor bo'lishsa kerak. Bularning hammasini joyiga qo'yamiz. Bular menga kerak bo'ladi, ishton kerak emas. Bo'ldi. Bu yoqqa esa ovqatni olib qo'yamiz va mana bu ko'mirni hozir pechkaga qo'yib qo'yaman yaxshisi. Chunki shaxtaga tushmoqchiman do'stlar, chunki temir bizga qolmadi, ko'rib turganingiz yoki jetillardan do'stlar, jetillar ketib qolishibdi. Menimcha yig'ishtirishga ketishgan bo'lsa kerak chodirlarni va gulxanni. Xo'sh, buni bu yoqqa qo'yamiz va bo'ldi do'stlar. Menimcha montirovka ham menga kerak bo'ladi. Xo'sh, ognivonni qoldiramiz. Shu yerga pastdagi sandiqda turadi dinamit, ognivo va mana bu durbin. Telefon esa menga kerak do'stlar, chunki hozir birorta odamga qo'ng'iroq qilishga harakat qilib ko'ramiz. Mening tanishlarimga albatta. Xo'sh, do'stlar, qani yondiramiz. Yaxshi yondi va raqamlarni teramiz. Do'stlar, bu yerda umuman signal kelmayapti, jin ursin. Balki turgan joyimdan bo'layotgandir muammo. Axir hamma yoq yopiq, atrofimiz. Xo'sh, bo'la qolsangchi. Signal umuman olmayapti do'stlar.
Nima qilsam ekan a? Afsuski, televizor ham bir necha kundan beri ishlamayapti. Ishlayapti, aniqrog'i kanallarni ko'rsatmayapti. Mayli, bunga hali qaytamiz, tuzatishga harakat qilib ko'raman. Kelinglar, tomdan harakat qilamiz. Hoppa. Yaxshi, bu yerda aloqa yaxshiroq bo'lsa kerak. Do'stlar, do'stlar, aloqa bor, yaxshi, kam lekin bor. Xo'sh, jin ursin. Yiqilib tushdim. Endi ichkariga qanday kiraman? Yo'q. Xo'sh. Balki do'stlar, kelinglar, eskichasiga shundoqqina mana bu yerni kavlaymiz va ichkariga kirib olamiz. Shunda zo'r bo'ladi. Mana bo'ldi. Bu yerni ochamiz va mana bu yerni ajoyib yaxshi. Hoppa. Mana yaxshi yopdik. Bo'ldi. Endi esa do'stlar, yana tepaga chiqishimiz kerak. Do'stlar, mana bularni bug'doylarimizni, ekin-tekinlarimizni terishimiz kerak. Chunki hammasi yetilibdi. Mana ketmonni olamiz va ishga otlanamiz. Do'stlar, qo'ng'iroq qochib ketmaydi. Asosiysi ekin-tekinlar. Do'stlar, bir obunachim kommentariyada yozgandek, nonni shog'i ham nonni. Non esa bug'doydan bo'ladi. Shuning uchun hammasini yig'ib olishimiz shart. Mana endi qaytib ekib chiqsak bo'ladi. Hoppa, zo'r do'stlar, ajoyib. Mana, lekin do'stlar, boyagi banditlar rostdan ham bitta buyrug'i bilan hujum qilib ketishdi. Men rostdan aytsam o'sha vaqtda juda ham hayajonlanib ketdim, lekin qo'limizdan keldi, ularni yo'q qilib tashladik. Bo'ldi, mana. Ajoyib. Endi aloqaga qaytsak ham bo'ladi. Xo'sh, do'stlar, kelinglar, tepaga chiqamiz. Hoppa, zo'r. Endi esa buni ochamiz. Hoppa, yaxshi. Sengina yopamiz va qo'ng'iroq qilishga harakat qilamiz. Mana shu yerdan. Xo'sh, do'stlar, tepada aloqa juda ham yaxshi oladi. Sekin va ehtiyot bo'lish kerak. Mana bu uy ham xalaqit berayapti. Do'stlar, balki shu tomiga chiqib ko'rarmiz. Mana bu yerdan do'stlar, sakrab o'ta olmayman, chunki 1,5 blok. Hoppa, yaxshi. Balki mana bu yer, yo'q, bu yer past, o'zimiz turgan joydan ham bilmadim qanday o'tsam bo'lar ekan. Balki yo'q, bunday umuman sakrab o'ta olmayman. Yuzim bilan yerga tushaman yoki mana bu yoqqa urib olaman. Mana bu yoqqa aniqrog'i. Xo'sh, do'stlar, mayli, shu yerdan ham yaxshi kelyapti. Hozir harakat qilamiz. Xo'sh. Teramiz va do'stlar, yo'q, baribir ham bo'lmayapti. Qani endi bizda ratsiyami yoki radiomi bo'lsa edi, u ancha yaxshiroq bo'lardi va uzoq joylar bilan aloqaga chiqishimiz mumkin bo'lardi. Stop, do'stlar. Bilasizlarmi, axir merning uyida radio bor edi. Do'stlar, o'sha yerga borishimiz kerak. Faqat mana bu yerdan tushaman. Xo'sh, do'stlar, yaxshi. Agar merning uyidagi radioni ishlata olsak, boshqalar bilan aloqaga chiqishimiz mumkin bo'ladi. Do'stlar, zo'r bo'ladi. Kelinglar, nonni olib olaman. Biroz qornim ochdi. Chunki banditlar to'dasini yo'q qildik. Undan tashqari bug'doylarni terib oldik. O'chal, yaxshi. Agar boshqa tirik qolgan odamlar bilan aloqaga chiqa olsak, bu juda ham zo'r bo'ladi. Bizga balki yordam berishar. Chunki bu yer umuman xavfsiz joy emas, do'stlar. Mana do'stlar, radiosi merni shu yerda turibdi, lekin radio juda ham eski, bilmadim nimasini bosish mumkin ishlatish uchun. Buni qaranglar, bu yerda faqat mana bu narsa, mikrofon va ikkita katta tugma bor. Nima qilay ularni bosib? Televizorda hatto tugmalar ko'proq, jin ursin, hatto yozilmagan ham qayerni bosish kerak. Mer bilar edi, mer juda ham yaxshi bilar edi, lekin men afsuski bilmayman. Do'stlar, kim bilsa radioni ishlatishni kommentariyada yozib qoldiringlar. Ungacha esa men telefon bilan biror nima qilishga harakat qilib ko'raman. Afsus, do'stlar, ishlata olmayapmiz. Yoki internetdan qidirib ko'raman. Axir bizda endi telefon bor. Aloqa yaxshi bo'lsa bo'ldi. Kelinglar, televizorni yoqishga urinib ko'ramiz. Ko'ringlarmi? Mana yonyapti, lekin hech nima ko'rsatmayapti, afsuski. Mayli do'stlar, nima ham qilardik? Boshqa ilojimiz ham yo'q. Balki sizlar bilan xayrlasharman. Menimcha bo'ladigan ishlar bo'ldi va bu yog'iga endi sekin-asta kech tushishni boshlaydi. Tunda esa hech qanday qiziq narsalar bo'lmaydi. Shunchaki kasallangan jitellar chiqib yurishadi, lekin ularga hech narsa qilmayman, chunki ular ertalab bo'lganda baribir ham u joylarga qaytib kirib ketishadi. Mayli do'stlar, sizlar bilan men Derpman bo'ldim. YouTuberlar qishlog'ida edik. Voqealar rivojini kuzatib borishingiz mumkin mening Telegram kanalimda, Discord serverimda va kelasi videoda ko'rishguncha hammaga xayr.